Aka to'xtang. Ha. Tayyormisiz? Yo, men tappa tayyorman. Bo'ldi. Tayyor bozorida biz kuzatib boringlar. Akamiz 2,5 minut rovni ko'tarib turaman deyaptilar. Agar 5 minut ko'tarib tursalar $100 beraman. 2,5 minut ko'tarib tursalar polni komplekt podarkamiz bor. Ushlab turib qonun qoidasi. Ha. Mana qilib bas, qo'lni bukilmaydi, tepaga bas, pastga bas. Ro'parangizga. Ana, mana shunday qilib 1-2 soatda qimalash mumkinmi? Qimalash mumkin. Tayyorman desiz, Bo'ldi, tayyorman. agar qo'lingiz bukilsa, yutqizdingiz. Bo'ldi, Belingiz bukilsa, tamom. yutqizdingiz. Bo'ldi, hamma qarab Qarab turibdi, qaranglar. Bo'ldi, tayyorsiz? Ha. Ko'taring qo'lingizni. Ketdi. Salpar qaltirab qolishi ham mumkin. Bo'ldi. Vaqtimiz ketdi. Akamiz kuzatyapmiz. Ayollarga 1 minut, erkaklarga 2 minut. Ya ayollarga 1 minut emas. Nima gap shodi? Mana. Qimalashi mumkinmi? Ayollar qiynaladi bir. Qimalashi mumkinmi? Yo'q, işte joyida tursangiz bo'ldi. Yo, bundan aylanishi mumkinmi? Yo'q, 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 yo'q. yo, odamlar ko'rsatishim kerak-ku. Yo'q, siz turib bersangiz bo'ldi, o'zi ko'rib olishadi. Shunday qimirlamasligim kerak-a? Bo'ldi, 1 minut o'tdimi? Ha, 1 minut o'tdi. Mana xolis. Aka sizda turib tursin. Mana. Gapirib turing, yana bunday. Yutuqlarni ko'rishdi, otasiz aka mana. Yutuq. 2,5 minut ko'tarib tursam ekan bepul ekan. 4 kiloli avtomat. Ha. Ha. Nimaga mana avtomat, yaxshi parashut, Dilipin kompaniyasidan. Ha, Ancha qoldi. ancha? Mayli. Bosing aka. 2,5 metr bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Akamga ishonaman, baxtli. Nimaga mana? O'zi bo'shanyapti. Yo'q, ham joy kolxoz emasmadi. Ha, nima bo'ldi? Qancha qoldi? Hali bor. Ya, o'zi qaltash bo'shadi. Ya, Siz nima? Furqat. Unaqa qilmang. Yo'q, qo'lim og'ridi. Furqat aka mana xolis to'xtatamiz. Aka. Mana turali, mana. Netda turib turaversin. Biroz bo'ladi. Aka qatnashganingizga rahmat.